Men umuman o'ylamagandim. Birinchi uchrashuvga chiqqan qizim bunchalik chiroyli bo'ladi. Chiroyli qiz ekansiz. Hech qachon unga uylanmaysan. O'zingiz topgan qiz-ku? Ha, uni tutqanog'i bor deding-ku. Tutqanog'i faqat maqtasa tutib qolar ekan. Zo'ru maqtamaysiz. Bilganingni qil. Voy, ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Voy, ko'nish juda ham chiroyli ekan-a, ko'z tegmasin. Qosh beravering ona. Kelingiz pazanda ekan-a? Kelin, ovqatingiz bir shirin chiqibdi. Qo'lingiz zarar ko'rmasin. Bir pazanda ekansiz, ha? Dada. Atay xonimku? Qoshiqdagi qo'y. O'g'lim, senga emas dada. Nimaga? Xotiningni maqtamaysan ham. Siz ham hech onam maqtamagansiz-ku. Maqtaganimni ko'rmagansan-da. Dadajon, oyjon sovg'a qilgan ro'mol qalay yarashibdimi? Nima dey, maqtasam o'z til tortib ketmaydimi? Kelin zo'r yarashdi. Surayyo, nima bo'ldi? O'g'il, dadasi o'g'il. O'g'il, malades xotin. Men sizni sevaman. Malades, aqllanaman sen bilan. Menga o'g'il farzand olib ber. Azarda maqtab qo'yibman-ku. Tirikmisan?